Qo'shin shahri. Xaybov atritidagilarning davomli sharqqa qarab ilgirlab, zerakchaqlarning qimmatli kitobini izlab tepishini to'sish uchun cho'chov bilan yo'g'in eg'iz ularning kenidan agishib yuratdi. Biroq ular ashaddiy dushmani bo'lgan izsiz kulangu bilan yana bir yo'lda uchrashib qoldi. Sana desem bağı, bu narsa bilan chaqirilgan zerekchaqlarning iqtidori nihoyatda turaqsizkan. U bir aldamchi, uning damiga hargiz tushmaydi jumu. Aslida u soxta sifatsiz malkanda, ammo uni kimmi setib ola? Shu emasmi? Tez qochayli. İplar, men esiz ko'langining setish iqtidorim bilan qandaqsiga buni sotamag'dekman. Eliq ish qilmagan, menga oxir fursat keldi. Başlar, bu yerda qizib ketibdi-ku. Xaybov atrofdagilar cho'qim musha atrofda. Bu qitim men cho'qim ularning adamini rosa beraman. Hey, ko'rishmagil uzoq bo'pti, ha? Shundaqmi? Lekin men oldingi qismda sizni ko'rganda qilgan. Siz kelanga meni pullarimdan hammasini qaytirib ber. Pullarimni qaytirib ber deyman. Buni kendi ishlaysilarga ko'rsatadigan yaxshi bir narsa bor. Zerekchaqlarni tekshirish asbobi bu narsa sening qo'lingda turdi-ku. Bu degan angishtar, u senga kerakli bo'lgan har qanday zerekchaqni chiqarib beradi. Shuncha qaldizmi? Boshliq, u yana bizni aldamoqchi. Qiziqmamsizlar? Amisi men ketdim. Xayr, xo'sh. To'xtab, uni qochib olsatsan. Ba'zan so'rab olsak hech nima bo'lmaydi, kalva. Ellik tanga. Nima? 500 tanga. Elishib qoldingmi? Asha narsangni 5000 tangaga sotamsan. Ablah. O'tinib qalay, bu degan eng yangi yuqori darajalik nusxa. Darajadan tashqari iqtidorli, sirning tegiga yetkilib bo'lmas. Nima kerak bo'lsa shuni chiqarib bera oladigan tekshirish asbobi. Ola, tushungan bo'lsanglar bo'pti. Sodi bitdi. Oy. Bu palvonning gumpisi haqiqatan qoldiskan. Albatta shundoq. Dinozorchiqning gumpisini hech nima biz tushunmaydi. Ama sizlar berib bu musobaqaga qatnashinglar. Jambozlik sahnasidagi musobaqa. Qaltis mukofoti bor. Jambozlik sahnasidagi musobaqa? Dinozorchiq, buningda gumpisini tushimi bormidi? Qaraganda xeyli qiziqarli taqiladi. Biz berib ko'rib boqaylik. Biz yana yo'lga chiqishimiz kerak. Voy, ko'nglimizni ancha-muncha xush qilmandik. Shundoq. Agar dinozorchiq nurg'un pul mukofoti olsa, yaxshi yemaklarni tetib olaymiz. Qaranglar, bu musobaqada kim utuq chiqar? Biz yaxshi bo'lib ko'rishimiz kerak. Shu emasmi? Men bilmadim. Qaranglar. Yo'q, men uxlayman. İşte başlasın. Çocuğu bilen yo'qon yig'ib. Hurmatli tomoshabinlar, kishini hayajonlantirgan daqiqalar yetib keldi. Bu fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymanglar. Musobaqaga qatnashga jur'at qila oladiganlar bormi, ha? Beshini ichib chiqagan toshbaqalar bo'ldi qilinglar. Kimdan qo'rqar ekan, biz bu tizimlimiz? Bu qitim senlarni o'qdan bir adablab qo'ymaydigan bo'lsam. Hey! Gumpi beradiganlar musobaqaga qatnashtirilmaydi. Sizlar chidamaslik qilmoqchimi? Qoidani albatta boshqarish taraf bekitdi. Endi mahirlarni sahnaga chiqishga taklif qilaman. Marhamat.
Petrozavr, tez bu yoqqa chiq. Toşadım. Kadakçı tez bu yak çıkınla. Az görgen köp tığını kaptı diyen şu da. Selek unudu mu yamını köz. Bayay. Ularning bizningki bilan o'xshash feraksaklari bor ekan. Birinci qitimlik musobaqa boshlandi. Nasıl? 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 Emin, Petrozavrga ne bo'ldi? Kursu içip kaldı mı ya? O sen emas, iş. Menimcha Petrozavr o'z-o'zidan qo'rqyotidi. O'z-o'zidan? Shundaq, demakchi bo'g'inim dal ovi yolg'on Petrozavr. Petrozavr, botiroq bo'g'in. Petrozavr, biz sana ishonamiz. Sen cho'qim o'zing ustidan g'olib kelalaysan. Bu zadı neymiş? Qaraganda Xayba uning kuch-qudratini tirildiribdi. Petrozavr, sen bekla botirkansan. Başlayaq. Birinci meydanda tanışıp qalğan bolsaqmı, lekin Xaybab ətrafdakilərini məğlub qıla alışımızda yəndə ümid var. Bu nemi kerak bo'lsa shuni chiqarib beraydigan tashirish asobining nomi darvaqa bekorga chiqmabdi ekan. İkinci meydan musobaqa boshlandi. Toşadım. Gayret kıl. Biz qalbi qildıq başlayaq. Ben rastlığı kelişkencim o. Bana çokunmanglar. Başta şundak çıktı. Meni esketmedi deb ağırınıp yürüme. Ha? Endi barlıq zirekçaklar mening bo'ldi. Agar yana qalaymaqan ish qiladigan bo'lsang kelar qitim seni cho'qim qattiq ahmoq qilaman. Qaytib kelinglar. Qadoq
Yaxşı, müsabiqə allıburun ayaqlaşdı. Biz yandık. Kalma! Emmesi senin kasaptan, sen benim sütü pilavını pusu ettin! Ya, bu benim hatalığım emez başlık. Ben sizi işsiz gülengiye işenmemek akaksan durgan. Değil mi devatsan? Hiç demedim. Neymiş ki bizim talihimiz dayanlı başından kaçtı. Oldu, kınıp kazaklı yakşı boludu.